Ya assalomu alaykum aziz aka-ukalar. Mana va nihoyat Gulistonga yetib keldik. Bir xona uyimizni xuddi Shartuzdan olib keldik. Kimgaki mana shunday temirga bog'liq mahsulot bo'lsa, tamomiy Tojikiston kelishilgan holda dastavka ustanovkamiz bor. Mana shu yerda biladigan insonlar bo'lsa, mana shu yerga keldik, uyimizni olib keldik. Mana bu yerda 380 metr deydi, tepalikda antena bor ekan. Ba'zi bir insonlar bizni videomizni birinchi marotaba ko'rib borayotgan bo'lishi mumkin. Bizning adres Shahrituzda. Biz temir ustamiz. Ya'ni nima? Karavot, darvoza, uylarda oladigan naves, uzun ferma bizning ishimizda boshi bor, oxiri yo'q. Mana bu yerda bir uy zakaz olgan edik va nihoyat uyimiz tugadi, tayyor bo'ldi. Hozir ichki dizaynni, ichki qismini ko'rsatishga harakat qilaman. Dizaynda, razmerda umuman muammo yo'q aziz aka-ukalar. Bemalol magazinmi, shaurmaxonami, uymi, dushavoymi, xullas kalon xohlagan namudingizda zakaz qilishingiz mumkin. Tayyorlab, dastavka qilib yetkazib beramiz aziz aka-ukalar. Polni uyimizda ichi utubli bo'lgan. Kataklarimiz bor, pechkalar bor, oxir bor. Konteynerda materialdan tayyor bo'lgan polni xod, lablari qaytgan, molni bo'ynini maqsad kesmaydi biron joyini. Hammasi zashita bo'lgan. Buni ichiga somon qarib molga yem qilib bersangiz ham bo'ladi. Beton qarisangiz ham bo'ladi. 100% talabga javob beradi maqsad. Baquvvat, juda baquvvat. Ana endi aziz aka-ukalar, uyda ichki qismiga o'tamiz. Uyimizda ichi mana shunday dizaynda tayyor bo'ldi aziz aka-ukalar. Polni xod bir xona edi. Mana bu kartinka Xudoyor do'stimizdan tuhfa bo'ldi, Exmo Pro. Xudoyor kattakon rahmat kartinka uchun. Mana shunday karavotlarni tayyorladik. Mana bu oyoq miyim yechib chiqadigan stupenkasi bo'ldi aziz aka-ukalar, eshik og'zida turadi. Mana shunday dizaynda bo'ldi. Bundan tashqari ishxonamizda aziz aka-ukalar drabilkalar bor, shu temirga bog'liq mahsulotlar bor. Kimgaki mana shunday temirga bog'liq ishlar bo'lsa, albatta video davomida boshqa ishlarimizni ham qo'yib o'tishga harakat qilaman. Mana shunday zakaz tushganda tayyorladik, sellisti, sahranisti. Hozir olib borib berishga harakat qilamiz. Razmer balanti 1,5 yerdan polni. Eniga 1,80, uzuni 5 metr, 3 xonadan iborat aziz aka-ukalar. Mana shunday dizaynda bo'ldi. Mana bu eshikni shunday ochasiz. Bu yerda suv idishlari bor aziz aka-ukalar. Mana bu yerga kirasiz. Polni taxtalarimiz, pollarimiz to'rlik taxtadan urilgan. Oxirlarimiz konteynerda materialdan tayyor bo'lgan. 100% inshaalloh talabga javob beradi. O'rtadagi peregorodkasi yig'iladi, sochiladi. Mana bunday ko'tarasiz, ko'tariladi, yana joyga qo'yib qo'yasiz. Kimgaki mana shunday qo'yxonalar kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Bizning adresni so'raydigan insonlarga bizning adres Shahrituzda, tamomiy Tojikiston temirga bog'liq mahsulot bo'lsa, yetkazib berishga harakat qilamiz. Oxirlarimiz tunikadan tayyor bo'lmagan aziz aka-ukalar, girdalari qaytgan, molni biron joyiga zarar qilmaydi. 100% odamni ham ko'taradi, talabga 100% javob beradi. Nima deb qilamiz? Mana shunday temirga bog'liq mahsulot kerak bo'lsa, darvozami, molxonami, qo'yxonami, uylarda oladigan navesmi, uymi, baniyami, dushoy kabinami, xullas kalon ishimizda boshi bor, oxiri yo'q. Bir yaxshi inson derazaga reshotka zakaz qilganda olib keldik, ustanovka qildik. Hozir o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'lasizlar. Ba'zi bir insonlar bizning kanalimizda yangi bo'lishi mumkin. Bizni adres Shahrituzda. Tamomiy Tojikiston kelishilgan holda temirga bog'liq ish bo'lsa, sizlar to'g'ri manzilga tushdingiz. Murojaat uchun nomer ekranda pastda turibdi. 555 04 04 04 nomerga WhatsAppda murojaat qilasiz. Temirga bog'liq sizga nimaiki kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha tayyorlab, yetkazib, ustanovka qilib berishga harakat qilamiz. Mana shunday dizaynda zakaz qilganda aziz aka-ukalar olib keldik, ustanovka qildik. Hozir sellisti, sahranisti. Mana shunday dizaynda bo'ldi, olib keldik, ustanovka qildik. Kimga kerak bo'lsa, shu ekrandan nomerga murojaat qilasiz. Nitolka reshotka temirga bog'liq ish bo'lsa, bizda tanlov yo'q. Xohlagan namudingizda tayyorlab, olib borib, ustanovka qilib beramiz inshaalloh. Teshik toshka va nihoyat darvozamizni olib keldik, ustanovka qildik. Mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi aziz aka-ukalar darvozamiz. Kimgaki mana shunday dizaynda darvozalar kerak bo'lsa, boshqacha dizaynda, siz va biz ko'rmagan dizaynda darvozalar kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasiz. Nima deb qolamiz? Dalshi kuzatishda davom etamiz. Va nihoyat kattaxonamiz tayyor bo'ldi. Razmer balandi 1,90, eniga 2 metr, uzuni albatta 5 metr bo'ldi aziz aka-ukalar. Setkalari baquvvat, nerjavika, tolka zakaz bilan keladi bu setkalar. Mana shunday dizaynda bo'ldi aziz aka-ukalar. Kattaxonamiz 3 xonadan iborat aziz aka-ukalar.
Bu yerga fermenni boshqa tovuqni qo'yasiz, u chekkaga fermenni boshqa tovuqni qo'yasiz. Mana bu yerda jo'jalarimiz uchun kurk tuxum bostiradigan tovuqlarimiz uchun alohida bitta xona qilganmiz. Razmeri 1 ga 1 razmerda. Mana bu yer aziz akalar don beradigan joydir. Shunday berasiz, yopasiz, tamom. Bu tomoni ham xuddi shunday aziz akalar, mana. Ko'tarasiz, donni berasiz. Xohlagan dizaynda rasmlarni ko'rib boryapsizlar. Xohlagan dizaynda, xohlagan fasonda tayyorlash iloji imkoni bor. Oddiy variantda kachilarimiz bor. Bu mana shunday uchasiz. Bu yon boshda detis kachilarimiz bor edi, uyda egasi olib qo'ygan ekan. Endi u tarafdagi kachilarimizni ko'rsatishga harakat qilamiz aziz akalar. Xuddi mana aziz akalar ko'rib turganingizdek udobstvo. Ayollar uchun eng qulayi bu. Mana olib borib xohlagan joyingizga qo'yishingiz mumkin. Iloji imkoni bor buni aziz akalar. Mana. Xuddi mana shunday aziz akalar, bir kishi bemalol olib borib qo'ysa bo'ladi xohlagan joyiga. Buni hammasini balonlarda tormozlari bor. Tormozni bosasiz, joyiga qotadi. Mana bu yerda aziz akalar 6 metrlik kachilamiz. Bu podvesnoy. Buni отдельно qilib ekranda rasm ko'ryapsizlar. Отдельно qilib tayyorlasa ham bo'ladi. Bu yerda oyoq bilan uchadigan kachilar. Mana oyoqqa mashq yosh keksalarga asnonoy. Mana shunday o'tirasiz, bemalol uchaverasiz aziz akalar. Buni ta'riflashga til ojiz deydi. Buni hammasini o'zingiz ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Birinchi marta emas, bir necha marta. Albatta ko'rganlaringizda bu yerda turnik, bruz, detski и так далее. Nima deb qolamiz? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Bizni kuzatishda davom eting. Tamomiy Tojikiston, yana bir bor aytaman, kelishilgan holda dastavka ustanovkamiz bor. Buni временный qilib qo'yibmiz. Xohlasa прямой uchoch qo'yib ulab olishi mumkin. Xohlasa rozetka ulaymizki, ichi полный ход, elektrichество, tok paydo bo'ladi. Mana bu eshigi aziz akalar. Eshik prosto eshik emas. Bu alyumin, tozza alyumin eshik bo'lgan. Birta, ikkita, uchta, to'rtta oshiq moshig'i bor. Pod zakaz tayyor bo'lgan. Chunki talabga javob berish uchun. Shu yer qulay ko'rindi o'zimizga. Mana bu oynasi. Mana bu sovuq qo'yadimi, boshqa narsa. Mana bu suv qoidaviy ishlaydi. Issiq suv, sovuq suv hammasi 100% bor. Mana trezasi bor. Ochib qo'yasiz. Ventilyatsiya. Mana termix bor. Tak, suvni ochasiz. Bitta sistema. Tak, suvlari qoidaviy bor. Xohlasangiz magazin qilib tayyorlashingiz mumkin. Bochka bor aziz akalar. Mana bu yerga shlangni olib kelasiz. Keling operator, sal yaqinroq. Mana. Mana bu yerda shlangni urasiz aziz akalar. Suv to'ladi, polni to'ladi. Tepadan suv chiqib ketadi. To'lganini bilasiz. Bu joyga ko'chirib qo'yishingiz mumkin. Nima deb qolamiz aziz akalar? Mana eshik. Bu yer polni karkaslari baquvvat temirdan bo'lgan. Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Keyingi videoroliklarımizda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qiling.